Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmenler. Kalipten Kalipke namlıq programımızın 23. saniyyə görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körülmenlerimiz her gün ibtidadan burun huzurunladı buluvatımız. Xılma-xıl, bir-birinden güzel, hayatımızga tixamu köp, mol məzmunlarını quşuduğan bu rahmet iyida Rabbimizin razılıqıga şu her gün sözlengen məzmunlarını hayatımızda özleştürəlisəklə bu rahmet yığıvatqan ayda Rabbimizin rahmetiga teximi bizni yaqinlashtiradigan amallarga bizni erishtiradigan mazmunlarda to'xtalyapmiz. Allah subhanahu va taala mana bu qilib qolgan sanoqli kunlar qoldi. Bu fursatlardan teximi güzel şekilde foydalanib rahmetiga erishgan shu baxtlik mu'minlardan qilishini Rabbimizdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Tunugün biz e'lonimizda bergandek bugun nihoyatda muhim bir temada to'xtalganligimizni e'lon bergandik. O bozumu fitrat ve şeriat mavzusida suhbatlashadiganligimizni. Albatta Allah subhanahu va taala bizga her insonning fitratini poklik ustiga, to'g'ri ustiga yaratib, o'zi bizga ato qilgan bu shariatga bizga yo'l qo'ygan, bizga buyurgan yoki cheklagan hamma narsa aslida o'zgarmagan, bulg'anmagan inson tabiatiga, fitratiga, aqlimizga nayeti uygun keldiğin şekilde yolu koydu. Ama lekin bazıda insanlık sübütümüz bilen nurgun günahqa petiş sebeplik bu doğru yoldan Allah bekitken bu pak fitratimizden çıkıp ketiş bilen nurgun hatalıklara düşüp kaldığın iş. Şunun için bugün bu programımızda muşu ikisinin münasibetini toxtulup öteyilde huzurlarda olduruptuk. Bugünkü programımızın aziz mehmini hemen tanışıp boğan hürmetli ustad Şərq Türkistan Ölümalar Birliği muavin reisi şundaqla bayanatçısı Abdusalam Alim ustadını təklif qıldık. Avustraliyadan qatnışıb beri oturdu programımızga qımmetli vaxtdan çıkarıp qatnışıb bəgərlik üçün köp rahmet etimiz aldı bilen. Sizlerge rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımıza arqılıq tarqıtılıp ekran alda çıxıb duruyatqan nömrimiz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimizə arqılıq programımızga alaqadar hər qanaq fikir təklif bolsa berişanlarını, suallarınlar bolsa soruşanlarını ümid qılırız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhirləb qoyuşunu həm unutmayısınlar. Onda olsa bevasitə programımız kirib ketsək ustaz. Yuqurda kirişdə biraz degenimdək pak tabiatimiz yani aklimiz hem fitratimizni Allah subhanahu ve taala ana şundaq özü yol qoygan. Çünkü bizning yaratquchimiz Allah subhanahu ve taala bizga har qandaq bir narsani buyurgan yoki cheklagan bo'lsa, bu ya bizning aqlimizni o'tmaydigan yoki fitratimizga zid bir narsa emas amaliyotda. Hammasi bizning manfaatimiz uchun qilingan cheklama yoki buyruqlar. Ammo ba'zida insonning aqli azıdığan toğru yoldan her xil sırtqi amillar tüpeyli bundaq bir vəziyyətə əhvalğa düşüb qaldığan bir insan. Şunu biz şundaq vaxtda insan qandaq qıldı bunu degan sualdan başlayan bolsaq birincisi. Qandaq bekitimiz məsələn bu məsələdə. Toğru yolumuzu qandaq bekitimiz şu vaxt. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Elhamdülillah hamdın burun bu şu ahirki 10 günüge Allah'ın ki bizden bu Ramazan'da mukaddes bir ayın ki ahirki kısmıga en muhim bir kısmıga yetkizgen Rabbimizge şükürlerini bildirimiz. Bu sanaqlı küllerde Allah subhanahu ve ta'ala bizden teximu çunqurlagan halda Allah'ın razı kıldıgan emellerini kılış. Ve şundaqla bu Ramazan ayında Allah'ın ki mümin bendilerine inam kılgan barlık savaplardan, mükafatlardan hemimiz tuluk bəhrəməm buluşumuzga Allah'ın bizə yardım verişini sorayız. Mesela bu temamızga kirsək, fitrat, yine şeriat, aql, bu bir neçə istilah yoki bir neçə sözlüklər köp kullanıldı İslam dinimizdə, şeriat dinimiz babında. Yani bu aql desək hemimizge məlum, insanın ki aqlarını körələydiğən, bilələydiğən, nimini qeys payda, nimini qeys ziyan bulunduğan nəsə bildiğən bir idrak, biliş idraki. Bunu Allah subhanahu ve taala bizlərə inam qılğan ən çoğ nimetlərdən birisi. Əlbəttə bizə məlum Allah subhanahu ve taala insanları ən isil, mərtəbəlik, hörmətli qılıb yaratqan məxluq. Bunu ilgirimi insanların burunlu məxluqlar yaratılğan. Lakin Allah subhanahu ve taala insanlara inam qılğan
bu alohida martabani boshqa maxluqlarga bermagan. Hatto o'zining farishtalarga ham bermagan. Farishtalar garchi Allohninki alohida maxluqlar bo'lib, u faqat Allohga sig'inishla, Allohga ibodat qilishni biladigan, o'zining ularda ixtiyori bo'lmaydigan, o'zining boshqa bir aql tafakkuri ortiqcha yo'q. Faqat shu ko'rsatib qolgan siziqning o'zidan minishdan boshqa narsani bilmaydi. Ammo insonlarga kelsak, Alloh subhanahu va taolo bizga aqlni berdi, idrokni berdi. Va shundaqla bizning tabiatimizga shu oq bilan qorni taqdidigan bir nimani tabiatimizga uni so'ndirib berdi. Bundan sirkin Alloh subhanahu va taolo cho'ng marhamatini ko'rsatish uchun bizga shariatini, ya'ni o'zining vahiysini nazil qilish orqali bizni eng sog'lom maxluq bo'lib yashash va bizning ustimizga yuklangan xalifalik mas'uliyatni eng joyida, eng yaxshi ravishda o'rinda olishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizni 3 narsa bilan qurollantirib keldi. Birinchisi, mesela bunda kainatning o'ziga qaraydigan bo'lsak, bu biz aqlimiz bilan mesela buni ko'ra olamiz. Kainatning o'zi orqali Alloh subhanahu va taolo o'zininki qudratini, o'zining kimligini bizga Alloh subhanahu va taolo atrofingizga qarab boqinglar, osmon zaminga qaranglar. Bu orqali sizlar dunyoning yaratgan zotning kimligini, dunyoga nima uchun yaralganligini buni biz mundaq tasavvur qila olasizlar, tafakkur qila olasizlar degan bir hukmni Alloh bizga bu orqali bersa, aqlni berish orqali Alloh subhanahu va taolo shuni haqiqatini oshkorlash, buning mohiyati Xo'sh. Onlik mesela "Ves-semâ'a rafa'aha ve vada'al mizan" Rahman suresinde Allah subhanahu asmanını götürdü. Onun hiç qandaq bir tüyrüksü asmanın üstümüzde güzel qilib Allah yaratib berdi. Ve bir ölçemni to'g'rilarni to'g'ri bekitadigan bir ölçemni Allah bekitib berdi. Yani bu ölçemde hatta ki bu mesela bir kunninki, ayninki, şu etrafımızda bizim kainatda biz is qilayotgan bizninki yaşashimiz uchun bizga Allah shuni mujassam qilib bergan, bog'lab bergan shu narsani qaraydigan bo'lsak, ilmiy asosda bununla qaraydigan bo'lsak, bu narsalarningki hammasini shunchalik mukammal o'rinda yaralishi va Alloh subhanahu va taolo uni bir miqyosda, bir o'lcham bilan uni mangdirib turishining hammasi bizning shu aqlimizni shunga chaqirib turib, sen bu odamga qarab, sening yaratgan Robbining qancha kattaligini bilishing kerak. Bu aql sana shuni o'rgatishi kerak. Aqlni agar joyiga ishlatsan, sen bu texmi chunqurlab Robbini tuniysan degan bir nuqtaga chaqirsa, undan keyin fitratimiz shu. Fitratimiz bunun bizniki xato bilan, to'g'ri bilan xatoni ayirib beradigan bir o'lchamni Alloh subhanahu va taolo tabiatimizga so'ndirgan. Nimaning to'g'ri, agar inson boshqa bir muhitdan ta'sir uchirmasa va boshqalarning bisimiga yoki boshqa xato bir ideologiyani unga ishirilmasa, u inson o'zining sog'lomlik tabiiy holatida hech qachon o'ziningki to'g'ri yo'lidan izlab ketmaydi. Chunki uni aql bir tarafdan uni izlashga chaqirsa, onun tabiiyeti izlengen narsaning ha ma to'g'ri emas deganni ko'rsatib turgan narsa. Buni fitrat deymiz. Xo'sh. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo insonga yana bir alaylik qilgan o shahvat, mesela insonda bir arzu, istiki bo'ladi, yaxshi ko'rishi bo'ladi. Bir his bo'ladi, bir narsaga qiziqadigan bir his bo'ladi. Uni Alloh subhanahu va taolo insonningki shu bir ishni minishga, shuni vujud qilishga yoki hosil qilishga uni kuch qilib Alloh subhanahu va taolo bir harakatlantirgich motor qilib Alloh uni insonga berdi. Xo'sh. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo bizlarga bir hürriyetni verdiğini, azatlıkını verdi. Üzümüzü tallaş hukukumuzu Allah bizge verdi. Bu arkalık Allah subhanahu wa ta'ala sen üzerinin emeli tehimu terakki kıldığın, tehimu bununki dairesini kengaytken, deyip muşu bir neçe türlük meselelerini bir iş arkalık Allah subhanahu wa ta'ala bizge bir nokta Allah çağırır. O ne meğerse Rabbinin tunu, Rabbininki seni dünyaya yarıştaki məqsini tunu ve üzerininki ornunu tunuğun. Muşunu kılsan sen o vaxtıda hem cihette Xuddi Allah Qur'on-i Karimda aytganda, "Va laqad karramna bani Adam" biz inson avlodini eng hurmatli qilib yaratdik degan shu oyatga menki o'lchimiga loyiq yashaysa dedi. Ana bu yerda aql muhim. Fitrat muhim. Endi bunun bilan aql bilan fitrat bilan minib turayotgan vaqtda inson yana ba'zi shu aql bu insonni o'zini chekidan eshib ketgan vaqtda umu aqlga insonga ziyon qiladigan aqllar bo'ladi. Xo'sh. İnsanning fitrati mu shundoq. Demek aqlning mu chekidan eshib ketadigan taraflari bo'ladi. Fitratning mu o'zininki nimasini xunuqsin qiladigan yoki o'zininki shu haq bilan botilni, to'g'ri bilan xatoni ayirib turadigan kuchi ojizlab ketadigan vaqtlar bo'lib qoladi. Buning endi sabablari nima esa bu aydın bir tema, buningga nurg'un sirtqi omillar. Masalan, Qur'on payg'ambarimizning bir hadisi bor. Har qanday bir vaqt bo'lgan vaqtda bir fitrat ustiga tug'iladi deydi. Pak bir narsa, pak holat tug'iladi. U shu holatida cho'ng bo'lsa, uning hech qanday bir narsa atrofiga uning ta'siri uchirmasa, u nimaning to'g'ri emasligini bayqay oladi, bilalaydi. Yani mesela bu insan bilan hayvanning farqiga kelsak, mesela hayvonda fitrat bor, aql yo'q.
Fitrati bo'lganligi uchun har bir hayvon o'zining bolasini qandoq beqish, uning sutini qandoq berish, qanchalik vaqtgacha unga qarash, qanchalik degan uni o'z oldiga qo'yib o'tish. Uning yeydigan ozuqininki qaysi holatdagi narsani yeyish, yemaslikka to'g'ri buning fitratida bor narsa. Masalan, hech qachon bir yo'lbarsningki o't cho'p yeganini ko'rmaymiz. Xo'sh. Bir aql berib, unga ma'ni qilma deb izlanib qilgan narsa emas bu. O'zining tabiiy turish narsa bor. Xo'sh. Qo'y, masalan, qo'ylarningki masalan o't cho'p yeydi, go'sht yemaydi. Buning tabiiyatiga Alloh shuni sundirgan. U shu cheklik holatda yashaydi. Şunu bilan demangdi. Onun başka bir çoğun talep bo'lmag'achqa, u ortiqcha bir aqlga muhtoj emas. Bu insonchu. Alloh subhanahu va taolo unga cho'ng bir mas'uliyatni, bir xalifalik butun mushka dunyoga, shu yer shariga ega bo'lib, shuningki eng sog'lom holatda davom qilishiga sababchi qilib va uni mas'ul qilib yaratgan inson, albatta bu fitrida bilan yashagan bo'lsa, u vaqtida u mas'uliyatning huddidan chiqib bo'ladi. Shunga u aqlga muhtoj. Shunga Alloh uning aql berdi. Ammo aql ba'zida o'ziningki haddidan eshib ketib, xato o'zining to'g'ri qiladigan o'lchimini o'tib ketadigan ahvollar sodir bo'lib qoladi. Yani bunday ahvolda qanday qilish kerak? Uning uchun Alloh subhanahu va taolo ham keng holatda o'zining marhamatini ko'rsatib, shariatni Alloh berdi. Bir qonuniyatni Alloh subhanahu va taolo berdi. Vahiyni tushirdi. Bu orqali inson ham aqlini qo'g'daydi, ham aqlini to'g'ri yo'lga ishlatadi va fitratini eng sog'lom bo'lgan holatda uni ilib mangadi. Natijada Alloh subhanahu va taoloninki ko'rsatmasi bo'yicha haqiqiy qulchilik majburiyatini ado qiladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. U inson o'zining ma'lum bir yerga yetib qolgan vaqtida, kuchli bir yerga yetgan vaqtida, yoki pulni bir yerga yetgan vaqtida, yoki bir mansabga erishgan vaqtida, voy mening mushu mansabim, mushu kuchim, mushu pulim menga hamma narsani hal qilib beradi-ku deb qilib, o'zining aqlninki chegarasidan halqib ketirgan ahvol bo'ladi. O'zini boy his qilib qoladi. Hech qanday bir narsa muhtoj emas his qilib qoladi. Demak, bu yerda insonning aqli o'zining chekidan eshib ketdi degan gap. Yani bunday ahvolda aqlim bor deb turib, shu aql bilan u inson ezib ketirgan ahvol bo'ladi. Fitratidami inson o fitratini to'g'ri ishlatmasa, u boshqa narsaga ta'sir uchrab qolgan vaqtida u xato narsani to'g'rini xato tushunib qolgan taraflar bo'ladi. Mesela hozirgi vaziyat dunyoga qaraydigan bo'lsak, inson masalan taraqqiyot shunchalik eng yuqori pallaga chiqqan bir davrda yashayapmiz. Lekin insonlar aqlning nimasini eshib ketgan, takabburlik nimasini aytib zo'rab ketgan, kuchiga qarab turib, men yoki biz, mening davlatim deganga o'xshab. U bir shaxsningki nima bilan o'tirib chiqadi yoki ba'zi bir davlatning kimisilar, bir kollektivning nimasidami, bu aqlningki o'zining nimasini chekidan, chegarasini halqib ketganligini biz ko'ra olamiz. Fitratga kelsak, masalan, hozir davrda qanday qildi hozir? Masalan, ayollar masalasida bo'lsa, erninki ayol kishi bilan to'y qilishi bu fitratga uyg'un narsa. Hozir nima bo'layotdi desa, fitrat qalaymiqanlashib, er bilan o'xshash jinslarni to'y qilganligi. Hattoki bular, masalan, bugun Avstraliyada bir yangi bir qonun masalasi o'tirib chiqib loyiha ustida muzokaralar bo'layotdi. Masalan, doktorxonalarda qiz, o'g'il degan zamirlar bor, masalan, so'zlar borda. Almashlar masalan, inglizchada er kishiga he deymiz, ayol kishiga she deb ataladi. Bu hukmni evitish kerak deydim. Çünkü ben üçüncü bir xil cins var. He deb qolsang onunga behurmatlik qilgan bo'lsa, she deb qolsang bo'lsa, shunga uningda they ular degan bir so'zni o'tirib chiqarishimiz kerak deb. Hozir bu doktorxonada bir odamning bolasi tug'ilsa, uni bu qiz o'g'il degan nom bilan emas, uningga ma'rifiy ishlatilmay, uningga ular degan nomni ishlatishni shuni muzokara hozir shu qonun ma'qullanish oldida turib o'tadi. Bu nimadan derak bir nereden kelib chiqdi bu? Kishigami ular deb ko'plik ishlatadi yani. Ha, shu ular deb. Bir odamga bu. Chunki aniq hurmat qilamiz deydi. Sen bu hürmet qilishda sen oslamni ko'rsatgan. Bu asli seninki shu insonligingga loyiq holatda hurmat ko'rsatishing kerak. Albatta har bir insonga hurmat qilish nimasi bor, huquqi bor. Lekin bu yerda sen fitratingni qalaymiqonlashtirib etding. Shu. Haq bilan to'g'rini bunaqa bilish emas, uni aralashtirib qo'yib, inson men mushuni qilsa, bu taqadan taraqqiy qildim, hozir alayda chiqyapman qo'y deb o'ziga tamanno qilib yuradigan chiqyapti. Shunga bu yerda aql fitratninki o'lchimi egizmas bo'lib ketgan vaqtida qalaymiqonchilik chiqadi. Endi bu qalaymiqonchilikdan bizni nima qutqizadi? Qanday qilib o'zimizniki to'g'ri xatosini belgilaymiz? Bo'lmasa hozir nurg'un odamlar, masalan, bu ko'p sondagi odamlar demokratiya davlatlarda mush narsani qabul qilish tarafiga mayil bo'layotdi. Qarshi chiqish nimasi tuvallayotdi. Bu chiqib bo'lgan bir haqiqatga ko'z yumish nimasi kun sari taraqqiy qilyotdi masalan. Bunday ahvolda agar mushundaq ketilaversa, inson faqat aqliga tayinib yashaydigan bo'lsa, yoki fitratiningki nimasiga talabiga qarab yashaydigan bo'lsa, inson oxir nega boradiganligini biz ko'rdik hozir masalan buni. Demak, bu yerda buni
o'ngshab beradigan, bu xatolashib ketib qolsa uni turmuzlayalaydigan, fitrat qalaymagan bo'lib qolsa uniki oq qorasini ko'rsatib beradigan bir aniq bo'lgan bir tuzumga, bir qonunga biz muhtoj ekanligimiz, bir shariatga muhtoj ekanligimizni biz buni qaytadan tushunib ketsak bo'ladi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bizge insanlarga şeriat verdi. Mesela Allah Subhanahu tunca vahiy qilgan vahiyda Alaq suresida Allah Subhanahu ve Teala iqra bismi rabbikellezi halaq. Bu ayette Allah senin yaratgan Rabbinin namıyla oku dedi. Biz bundan tercüme qilsak shunchalik, ammo bundan birinci bir yer Allah bizning talab qilgan narsa emas, sen o'zingni Rabbini tunug'in deydi. Tunish seni yaratgan Rabbini tunumusan, Rabbini tunish uchun o'qi, aqlingni ishlat, shu aql orqali Rabbini tunu. Agar sen bu Rabbini tunish uchun o'qimasan, o'zingni havoyi havasi uchun o'qidigan bo'lsang, u vaqtda aqling muqalayma shuni fitrating ikisidan surudi, jabasqul. Ikkinchi oyat nima edi? Iqra bismi rabbikellezi xalaqal insana min alaq. İnsanni bir alaqdan, bir tamchi abi meniden yaratgan, bir qandan yaratgan Rabbini tunug'in, o'qi, shuning nomida o'qi deydi. Demak sen o'zingni tunug'in deydi. Sen haddidan eshib nima ketyapsan, sen aslingga qaytib baqdin, nimitdan burun. Nereden keldin? Yok bir neslinden adam kiyimiga tigib qolsa, seskinadigan bir abi meniden, bir qandan paydo bo'lgan bir maxluq turib, endi kichik Allah sana aql bersa, fitratni bersa, sening qadrini Allah ko'tarib olsa, sening qadrini ko'tarib atgan Rabbingdan yuz o'rib, o'zingcha qalaymagan mushtaq ma'amsan. Buni qarash kerak. Undan keyin iqra va robbukal akram. Endi bu orqali iqra va robbukal akram. Seningki eng karamlik bo'lgan Rabbingning nomida o'qigin. Degani bu yerda sen bu Allah Subhanahu taala sana ko'rsatgan eng chong marhamati va shariati bor. Buni sen to'g'risida sen ko'rsatib bergan yo'l va vahiy bor. Buni qabul qilgin. Bu yo'l bilan mangmasang, sen aqling bilan aqling bor turibmi? Fitratim bor deb turibmi? Sen xatolashib ketsan tabiiy. Allazi allama bil qalam. Chunki Allah sana yozish orqali qalam orqali sana yo'qni allama o'rgatdi. Yo'q narsani bilmaydigan narsani Allah bildirdi. Allama al insana ma lam ya'lam. İnsan bilemen deb tirishmi bilinmaydigan narsani Allah vahiy orqali o'rgatdi. Mesela hozir mushtarak qilgan eng ilgari yuqori pillaga chiqqan vaqtida nurg'un narsalar bor. Vahiysiz, vahiyning yordamisiz shuni bilalamdi inson bilmaydi. Oxiratning hayotini vahiysidan boshqa narsani bilish imkoniyati yo'q. Jannat dozaqning masalasini da vahiydan boshqa yo'llar bilan bilgili bo'lamdi, bilgili bo'lmaydi. Shunga bu yerda aql bilan fitratni shariatdan ayirib turib yashayman desam, o vaqtida bu aqlmi ba'zida o'zining o'rnida topolmaydigan yoki o'zining o'rnidan halqib ketadigan, natijada insonning shu o'zining aqli uni vayronlikka olib boradigan, fitratimi uni o'zining aqli undanki nimasiga olib borgan ahvollar sodir bo'ladi. Shunga bu yerda bir olimning bir so'zi bor ekan, xuddi ko'zning ko'rishi uchun yo'riqlikninki bo'lishi shart bo'lganidek, yo'riqlik bo'lmasa ko'z ko'rmaydi, qorong'uda yaxshi ko'z bo'lsa ko'rmaydi uni. O ko'zingning ko'rishini nima bilan belgilaysan? Yo'riqlikning bor. Yo'riqlik bo'lgan vaqtda undan keyin uni ko'ra olaysan, bir narsa ko'ra olaysan. Çünkü yo'riqlikninki bo'lishi, ko'zning ko'rishiga sabab bo'lgandek, bu zarur bo'lgandek, aqlninki to'g'ri yo'lda bo'lishi uchun shariatda shu belgilamada menish uchun vahiyning bo'lishi necha hassa shart. Albatta. Bo'lmasa kalla innal insana la yatqa. Chunki oyatlarda Alloh aqlning tafakkurning hamma narsani chaqirib turib, oyat nima deydi? Aqlninki haddan eshib ketib qolsa, chekinchi halqib ketib qolgan vaqtida uning keltirib chiqadigan natijasini qanday bo'ladiganligi. Tunji vahiyda Allah Subhanahu mushnasan hammani mujassamlashtirib bizga tushuntirgan. Undiki buni tafsilotini qolgan vahiylarning, vahiyning qolgan qismida Qur'onning butun nimalarida ilgirki tarixdagi kishilarni nimada eslatib turib, o'zining o'sha aqlidan, o'zining fitratidan ezib ketgan odamlarni, xatolashib ketgan odamlarning ahvoli qanday bo'lgan. Lut qavmining ahvolini Allah Qur'oni Karimda bayon qiladi. Takabburlik qilganlarning ahvolini Allah Subhanahu taolo bayon qiladi. O'ziga menmanchilik qilib, mening kuchim bor, harbiylarim bor meniki, podshohligim bor degan Fir'avnga o'xshashning oqibati qanday bo'ldi? O'ziniki moddiy kuchiga yoki jismoniy kuchiga takabburlik qilgan Ad qavmining ahvoli qanday bo'ldi? Bu hammasi shu oyatningki shaxsisi bo'lib, texmi tafsiriy, texmi yaxshi tushunishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizga o'rnak qilib bu misollarni beryapti. Demak, bu yerda biz nima bilan biz haqiqatni tunuqni aqlimiz bilan emas, fitratimiz bilan emas, shariatimiz bilan. Shariat chunki bizning o'lchimimiz. Shunga bir odamda ishni qilmoqchi bir o'lcham bo'lishi kerak. Xo'sh. Shu o'lchamga tayanmay turib, inson hech qachon o'zining haqiqiy yo'lini topolmaydi. Hakikaten Allah razı olsun ayeti tefsiri geçip böyle. Diğerlerdeki yani şu bugün bütün garipte başta buluş bilen birge. Hatta İslam dünyası mı bu? Şu Müslümanların içindeki biz İslam dünyasında bir kadar başkaya karaganda alaydı bu aile, beği aile, İslam'daki bu şu aile hak hukukları meselesi. Nayeti küçük boğan diyarlığı mı? Şu bütünley şu oxşaş cinslik meseleler İslam dünyası Türkiye'de mi ve başka yerde mi ciddi paranlaşıldığan
erkinlik namida shu butunlay shu oila sistemasini buzib tashlaydigan shu harakatlar yildan yilga ko'payayotganligini his qilib turyapmiz bu narsani. Ya'ni haqiqatan ichinishli bir masaladir. İnsanning fitrati bu Allah insonga qo'ygan bu pok tabiat buzilgan vaqtida nalarga elib boradiganligini bundan ochiq hamda bir o'rnak misol bo'lmasa kerak hamda. Tunugim oldingi kunimi mesela hozirgi Joe Biden hukumati masalan shu o'rta maktabdagi bolalarninki, o'quvchilarning maktabda o'quvchilarininki jins o'zgartirish ishini cheklaymiz degandek bir ish qilibdi ekan. Hozirgi palataning boshlig'i Kevin McCarthy chiqib shu bayonot Twitter'da bayon e'lon qildi. Buni hargiz biz qilmaymiz. Xohlagan odam o'g'il berib jinsini o'zgartsa, qiz berib o'zining jinsini er kishiga o'zgartsa, uning haqqi u. Biz mumkin emas, hozirgi hukumatga buni qilmaymiz degan shaklda bayonot e'lon qildi. Buni islom dunyosida masalan deyishayotgan ba'zi yol bo'lmasligi. Fitrat buzilgan vaqtda nega bordiganligi haqiqatan echinish bilmaslardi. Bu hamda mavg'u hamdalqa yomon yo'lga kirib ketish deyiladi bu şey. Hatta shu bizning shariatimiz bizga shariatdagi butun Alloh buyurgan buyruqlar va cheklamalarni mukallaf bo'lish, shuningga taklif qilinish uchun aqlni shart qildi hamda. Aql bo'lganda andin o kishi shariatga taklif qilindi hamda. Ashundoq muhim bo'lsa-mu aql, lekin siz yuqori so'zlab o'tgandek bu shariat shu aqlni ashunda muhim bo'lishiga qaramay, sen o'z aqling bilan deb maqsang bo'ldi deb aqlning o'ziga qo'yib qo'ymay, shariatni uning turmuzlaydigan, yo'l ko'rsatadigan bir nurliq bir chiroq qilib, ma'no bilan maqsa, aqling shuncha muhim bo'lsa-mu, bu sana yo'lbosh yo'ldi deb shariatni qo'ydi. Xo'sh, yuqorida bu buzuqchiliklar, yomon yo'lga olmasa bunday ketdi deydi. Ba'zida inson aqli bak taqvoda tutib ketib masalan, hamda masalan ba'zi amallarni xuddi sahobalarning bir qissasi bor hamda bakil Rasulullohning amallarini bir oz ko'rib qilib. Bugun dunyoda bunda bo'lmaydi, deyilmaydi. Bak jinoyatimiz, gunohlarimiz bak ig'ir, bizga shu amal yetmaydi deb o'zining aqlini ishlatib ketib yo'ldan chiqib ketgan ishim bo'ldi. Buni qanday to'g'rilaymiz, buni qanday tushunamiz masalan? Hani bu diniy nuqtaga kelgan vaqtida, dinning shariatning ko'rsatmasi bilan ma'nimiz degan vaqtidami, shuningdami buni bir prinsipallik masalasini unutmasligimiz kerak. Har bir narsaning bir prinsipli o'lchimi bo'ladi. Bunimi aqlga uniga yo'l qo'ysa, aql yaqtil degandek masalan men jiqroq qilsam bo'ladi ekan, mening xatoligim ko'pkan, ko'p gunohlarni qilib, unda bo'lgandan keyin men ishni ko'proq qilay. Endi u ko'proq qilay degan masalan uniga ruxsat qilingan, tanlashga uniga yo'l qo'yilgan masalan amallar bo'lsin, nafil amallar bo'lsin deydi. Ammo uni chekirin aşırı etib qalsa unudmu? O vaqtda meni adil aşırgan bo'ldi. Yine aqlni to'g'ri foydalanmagan bo'ldi. Masalan, shu sahabening misolini aytib, aniq bir misol. Birisi men mangu to'y qilmay, bütün hayotimni Alloh uchun atib etdim deb atayman degan. Yine birisi men kecha yil bo'yi ro'za tutib o'tmay degan. Yine birisi men kecha uxlamay, namoz o'qib chiqmay deganda payg'ambar alayhisalom deb javob bergan. Bu savol, bu javobning nimasiga qarashimiz kerak? Amaliyotda mundaq bir qaraydigan bo'lsak, bulardan qo'y bu afirin, bular deganni o'rnak qilishimiz kerak. Ajoyib yaxshi odamlar, ajoyib cho'ng planlarni qiladi, qurban beradi o'zining nimasini, barlig'idan kechadi Alloh rizosi uchun deymiz. Ana bu yerda shu taqvolik degan so'z faqat bir odamning o'zi xohlab tanlagan yo'lidan emas, uning bir o'lchami bor. Uni o'lchamni payg'ambar sollallohu degan shundoq bir go'zal so'z. Men aranlardagi insonlar ichida Allohdan eng qo'rqadigan demak, Allohningki buyruqlarini eng yaxshi ado qiladigan ve Allah'ın ko'rsatmasini eng yaxshi tushunadigan odam men. Mendan o'ta hech kim yo'q deydi buni. Xo'sh, xo'sh. Ashaddukum khashyatan lillah. Ashaddukum khashyatan lillah. Allohni qo'rqish kelsa, taqvolik kelsa, mendan hech kim taqvolik qilmaydi. Xo'sh. Deb bo'lib oxirisida nima degan? Men turmushni qurdim. Kechini ma'lum qismida uxlayman. Ma'lum qismida turib namoz o'qiyman. Kunduz ba'zi kunlarda ro'za tutmayman, ba'zi kunlarda ro'za tutmayman. Ana bu bir manhaj deymiz, bir ko'rsatma. Rabbani bu Alloh tarafdan yo'lga qo'yilgan insonlarning umumiy insonlarning nimasiga qaraldi. Bu yerda bir ikki odamning nimasini o'rnak qilmaymiz. U bir ikki odam o'zi uchun qiladi, balkim o'z ixtiyori bilan uni e'lon qilmay, o'zi yolg'iz qilib qilsa, unga hech kim nima qilmaydi. Ammo buni e'lon qilib, men mashundaq qilmasam bo'lmaydi ekan deb boshqalarningki qilgan amalini tuvan ko'rib, mashundaq bo'lmasa bo'lmaydi degan ma shaklda xalqlarningki aqlini qalayma qilishtirib chiqdi. Shunga bu yerda payg'ambarimiz oxirgi so'zi bu yerda faman rag'iba an sunnati falaysa minni. Kimki mening sunnatimdan, mening ko'rsatgan yo'limdan yuz o'riydigan, u mendan emas demak, o'zining musulmondaligini saqlab qolmaydi demak. Garchi uning aqli uningga manda qilsang bo'ladi, ko'p qilsang yaxshi deganda qilmaydi, lekin shu yana shu o'lchamga kelmasa, to'g'ri kelmasa, u baribir bekor. Shunga biz bundaq bir nuqta bor bu yerda. Biz islom dinimizda
Xo'sh. Kainat qarash orqali, atrofimizga qarash orqali, aqlimizni, tafakkurimizni yurgizish orqali Robbimizni kimligini tunuymiz. Bu bizning Robbimizniki kattaligini, kuchini, bizni nima uchun yaratganligini, bizning qanday qayoq ketayotganligimizni ko'rsatib turgan bir narsa uchun bu aqlni, tafakkurni qanchalik ishlatsak, shuncha bizga Allohga bo'lgan iymonimizni taraqqiy qilishga sababchi bo'ladi, foydasi bo'ladi. Ammo biz Alloh ibodat qilgan vaqtimiz uchun aqlimiz bilan qilmaymiz ibodatni. Shariat bilan qilamiz. Shunga bil kawni ta'rifuhu va bil shar'i ta'budu. Kainatga tafakkur yurgizish orqali Allohning Robbini tunuysa, ammo shariatga agish orqali shariatning ko'rsatmasi bo'yicha Alloh subhanahu va taologa ibodat qilsa. Shunga biz bu yerda xatolikdimi aql chekini eshib ketib insonni aldirib qo'yadigan tarafi bo'ladi. To'g'ri degan tarafdimi shariatningki ziddiga gap qilib yoki shariatning ko'rsatmasini hal qilib ketadigan ahvol qolsa, u vaqtda yana buningda masala chiqadi. Masalan, halol harom masalasi deymiz. Bizda islom dinida bir narsa halol degan bo'lsa yo harom degan bo'lsa, buni aqlimizga salab o'ttirsak, u vaqtda biz nima uchun degan savol kelib qoladi bu yer. Nima uchun bu halol bo'ldi, nima uchun harom bo'ldi deganga o'xshashda savollar. Ba'zi odamlar shunday so'raydi, nima uchun o'xshashqu? Bismillah deb bo'g'izlagan go'shtdan bismillah demasa nima farqi bor? O'xshash go'shtqu. To'g'ri go'shti hammasi deganga o'xshab ishlaydi. Masalan, bu Yevropa davlatlarida to'g'ri go'shti bo'lgandan keyin halol emasmi deb uni surishtirmay yeydiganlar bor-da. Xo'sh. Bu yer nima qilamiz? O'zini aqlli saqlab, bu aqlga o'xshash bo'lgandan keyin buni nima uchun ayiramiz? Nima uchun yoki bo'lmasa, masalan, bu pul muomala ishida bankdan o'simlik pul oladigan ish bor. Uy oladi uchunchi. Buni bilan yana bir masalan din islomiy bir nimalar bo'ladi endi. Iqtisod nimasi bor? Ba'zi yo'lga qo'yilayotgan. Bularmi halol yo'l bilan sizlarga biz uy olishinglarga yordam qilamiz. Deb bularmi o'zining foydasini qo'yramdi. Biz buningda 5% yoki 6% foyda olamiz. Degandiki bu odatdagi odamlar buningga aqlli ishlatib bilsa, bankaga olsaqmi 5% to'laydi ekanmiz, ammo sizning qishingga olsa 6% foyda deb bizning 1% ziyoda bo'ldi ekansa, o'xshash gap emasmi deydim. Amaliyotda o'xshash emas. Chunki bu oyatda yozilgan narsa sizlar bilan kelishim o'xshamaydi. Chunki birisi bankada siz men bergan pulimga sen usum olma deydi. Senga qarz berdim, bunga usum olma deydi. Yana birisi nima deydi? Sen bilan men sheriklashdim. Men uyni sinavlarga men apirman. Ammo buning ma'lum qismi mening bo'lg'achqa, meningki hissimni sana ijara shaklida sana to'lay. Nima qilaman? Qo'ymasam buning ijarasini to'lab yashaysan. 50% sen pulni to'lading, 50% meningki. Ammo sen u uyda yashagandan keyin mening haqqimni sen ishlab yashagan bo'lgandan keyin meningki menga tegishli bo'lgan tarafini men sana bozor haqida ijaraga qo'yman. Shu ijaradan kirgan puli meningki foydam bo'ladi. Menga ijara to'lash orqali menga foyda yetkazish orqali tadrijiy holda bu uyning ana pulisini sen menga to'lab yoki 10 yilda yoki 15 yilda to'laysa, men daq tugaydi. Demak, ma'noning tafsilotiga kelsak, albatta ishqizimizda o'ttirda osmon zamin farq bor. Birisi halol, birisi harom. Shunga bu yerda halol harom masalasida-mu nima uchun halol, nima uchun harom deyishdan burun buni buyurgan, zodi buni halol deb buyurgan kim? Buni harom deb buyurgan kim? degan ma'noqtiga kelgan vaqtida inson ezib ketmaydi. To'g'ri. Albatta, chunki buyurg'ichining kattaligini, qudratini, uniki hikmatini tushungan vaqtida sallamna unga bosh ustiga deydi, uni savolmi ketmaydi, chunki Robbim menga bir narsani harom qilgan vaqtida uning cho'qim menga ziyni borligini Alloh mendan bekrak bilgachga mendan buni to'sdi. Halol degan bo'lsa, buning menga foydasi bo'lganligi uchun Alloh menga uni halol qildi. degan bu nuqta bilan yana o'shunda shu shariatniki ko'rsatmasini o'zininki yo'li qilib mangan vaqtida undagi to'g'ri mangan bo'ladi. Shunga to'g'ri ish qilgan vaqtidami ziyoda qilishni orzu qilgan odam yana shu ko'rsatgan bir doira bor. Shu doiradan chiqib ketmagan asosda. Qancha qilsin mayli. Masalan, tarovih namozini 8 rakat turishning hojati yo'q. 20 rakat deb turishning hojati yo'q. U sana bir nafl ibodat. Qilsang qancha qil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 8 rakat o'qigan deb nima ism berishning hojati yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni har yil har kech qilatdi. U Ramazon qilam xos emasdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechiramizni. Undan keyin sahobalarmi oz qilgan, ko'p qilgan 20 rakat qilib to'xtatilgan buningga musulmonlar o'z vaqtida uni qarshi chiqmagan, qilaligini chiqargan. Undan keyin 36 rakat vitr bilan 39 rakatgacha bo'lib o'qilgan masalan Masjid Nabaviyning o'zida hattoki bu 200 yilgacha davom qilganlik mushtaq nimasi bor, asarda bor. Demak, bu aslidagi shu prinsipni buzib etmagan asosda. O vaqtda ashursang, uni qanchalik qilsang mayli, lekin uni birinchi mushundaq qilish kerak. Mushundaq bo'lganda eng to'g'ri bo'lgan bo'ladi deb bunga bir nima qo'yib olish, cheklama qo'yib olish yoki bu cheklama orqali o'zining kunlanbak to'g'ri deb ketib qarshi boshqa odamlarnikini tuvan ko'rib qilish bo'lsa, u vaqtda bu yerda
aqlni shariatning ustiga qo'yib olgan bo'lib qilib, yana bundan xato chiqqan bo'lamiz. Yana shu oxirgi shu xulosadami yana shariat bizni bak ketib qolib qolsak bizga bundaq tortib turadigan, turmizlab turadigan, ojizlab qolib qolsak bizni haydab, mundaroq mengishing kerak. Masiniki nimang hozirgi sur'ating ojizlab qoldi, mana taraqqiy qilishing kerak. degan bu nuqtada Allah subhanahu va taoloninki bu marhamati. Shu bizniki aqlimiz bilan fitratimizni to'g'rilab turib turadigan bir go'zal bir qoida tuzumni, bir yo'lni Allah subhanahu va vahiy orqali payg'ambarimizning sunnati orqali bizga Allah bergan. Agar biz mushni qadrlamasak, mush shariatninki rolini to'g'ri deb qaramasak, u vaqtda biz aqlimiz bilan payg'ambarimizdan nurg'un masala chiqadi. Mesela o'tganda mesela shu hadisga inkor qilish masalasi o'tirib chiqdi. Bu nima degan aqlga tayangan. Agar shariatni o'ziniki yo'li o'lchamak qilgan bo'lsa, hargiz bunday gapni qilmaydi ham, qilinmaydi ham hadda emasdi. Bu yerda aql muhim narsa, uni qadrlaymiz. Alhamdulillah bizni aqlli qildi. Alloh uni biz insonlarga in'om qilib berdi. Fitratni Alloh subhanahu bizningki tabiitimizga shunday Alloh mujassam qilib qo'ydi. Ammo biz buni qilib emas, balki shariatni hammaning ustida qo'yib turib, undan keyin bu aql bilan ham fitratimiz bilan biz o'zimizniki yo'lga davom qilamiz va oxirida Allah subhanahu va taolo bizga va'da qilgan mukofotiga shu orqali erishamiz. Rahmat, Allah razı olsun. Nəhayət təfsili içib belə köpdən köp rahmet. Programımızın vaxtımı to'shib qoptu. Müşahid axirlashtirayli. Allah razı olsun ustaz. Rahmat sizlarga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamizni müşahid axirlashtirayli. Haqiqatan aslida texnik kengaytishga tegishlik bir qancha savollarim bor. İnşallah qolganda yana bir fursatda qilamiz, lekin umumiy jihatdan nəhayət tushunishlik echib berildi deb qarayman. Allah subhanahu va taolo har zaman shariatning ko'rsatmasi nuri uning yo'l yo'riqi ostida. Ya'ni Rabbimiz shariat degan gap, yani ilohiy qonun. Allah subhanahu va taolo bizning manfaatimiz, dunyo va oxiratligimizning baxt saodatimizga, baxt saodatga erishishning bir yirik chiroq, yani nurluq bir yo'l. Mana bu yo'ldan ayirmasin. Her bir işimizni uning ta'limotlari, uning yo'l yo'riqlari asosida qilish tuyg'usini har zaman zihnimizdan, qalbimizdan ayirib o'tmasin deb tilaymiz Rabbimizdan. Allah subhanahu va taolo umr bersa, atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان